Men bir hafta oldin Renessans klinikasiga Javlon Jo'rayevga qovoq oldirgan kelgandim. Tepa hamda pastki qovoqlarim menga juda ham og'riq berardi. Ertalablari tursam, grijalar ishib, ko'rishimga ham xalaqit berardi. Pastki qovoqlarimda og'riqlar bo'lardi, ishgan holatda. Va shunda jarrohlik operatsiyasini o'tkazdirdik. Bir hafta oldin operatsiya davomida hech narsani sezmadim. Judayam nima deydi, chiroyli qilib operatsiya qilib qo'ydilar. Umuman og'riq sezganim yo'q. Mana bir haftada kundan kunga natijalar yaxshi bo'ldi. Hech qanaqangi qizarish yoki ko'karish ham bo'lgani yo'q. Mana bir haftadan keyin kelishim kerak edi. Даже bugun 6-kun. Kelib mana hozir oldirdim. Olishda ham hech qanaqangi og'riqlar sezganim yo'q. Juda ham yaxshi va o'zimga juda ham yoqdi. Hech qanaqangi qovoqlarimda osilish, pastki qovoqlarimda og'riqlar bo'lmayapti va bu uchun men Javlon Jo'rayevga kattadan katta minnatdorchilik bildiraman. Barcha ayollarga tavsiya qilaman. Javlon Jo'rayevga muhimi pul emas, u kishiga muhimi natija, chiroyli natija. Har biringizni orzungizni o'zingiz xohlaganday amalga oshirib qo'yadilar.